1982-yilda qurilishi boshlanib, 1985-yilda foydalanishga topshirilgan Madina shahridagi Qur'on bosmaxonasidamiz. Ushbu bosmaxonaga bir kunda o'rta hisobda 7000 ziyoratchi keladi. Bosmaxonada nafaqat Qur'on bosiladi, balki bu yerda ilmiy markaz ham bor, ovoz yozish studiyasi bor, xattotlar bor. Xullas, kompleks tarzda barcha yumushlar hal qilingan. Oddiy qog'oz sanoqli soniyalar ichida tahoratsiz ushlab bo'lmaydigan holatga keladi. Bu haqda eshitganmisiz? Bo'lmasa eshiting. Balki ko'ring. Va albatta ushbu bosmaxonaga kelgan har bir ziyoratchiga bosmaxona tomonidan Qur'on hadya qilinadi. Biz Madinadagi Qur'on bosmaxonasiga sayohat uyushtirdik. Siz ham keling.